Gelgen menzilim, G'ulam Osman Yag'ma. Hayotimni atagan siyosiy g'oyam yo'lida yarim asr mangandan keyin eng oxirida kelgan manzilim shu bo'ldiki, mening bu aziz millatim tex cho'ng bo'lmadi. Oson achchiqlash, oson qaydash, oson qizish, oson sulush, fikrning xomligi, har zamon hissiylik bilan fikr qilishi va paketlar qarshisidami o'zininkini rost qilishlari dal bolaning xususiyatlari ekanligini tunib yetdim. Bir necha nuqtani misol qilaman, ammo bular jimi g'alatiligimizning hammasi emas, faqat qisman misollar. Men qarindoshlarimning yillardir ko'ldiriltayotganligini ko'rsatib bermoqchi bo'lib, paketlar bilan odatlangan va qiliplashgan bir qarashni og'dirmoqchi. Ularni ogohlantirmoqchi bo'lganimda, menga batnomlarni chaplashdi. Gumonxo'r, ishchi yomon, yomonlikni izlab topquchi. Men nima qo'yda, sen nima o'yda degandekli bir ish. Men deyman, sizlar tavab qilayotgan mozordagisi avliyo emas, bir eshakning topi. Ammo ular qanday qilyapsan? Biz tavab qilib kelgan mozorimizni qaralama, nim bo'lsa odisimizni davom qilaveramiz. Ammo amal yo'q. Men buni milliy mas'uliyat deb qaraganligim uchun deb qo'yishim kerak edi. Qarindoshlar bo'lsa, odatlanilgan ma'budlarni qo'g'dimoqchi. Ular bu mozorda yotganning haqiqatan bir avliyo yoki bir eshak ekanligi bilan napilishib o'ltirmaydi. Odatlangan ritm buzilmasa bo'laveradi. Naqadar bag'razlik. O'z ishini o'zi buzishga bo'lgan navaslik holimi tushuniksiz edi. Go'yo mushundaq zaharxandalik qilib, ochchig'ini chiqarib olsalar baxtlik bo'lgandek g'alati qitxo'rlik. Masalan, surgun hukumat haqidagi dushmanlik tutumi, nomussizlarcha tuhmat gaplar, zaharxandalik bilan beriladigan baholar, haqiqatni qasddan ko'rmasga selib, allaqachon yo'qolgan bo'lsa-mu, tilidan tushirgisi kelmaydigan boshqa hukumatlar, yurtiga urib tepilgan hukumat soni. Bularni dushman istihboroti shundoq qildirdi degandimi, shu insonlarning o'zining faqatla aqli yo'qmidi degan savol tug'iladi. Demak, cho'ng bo'lmaganligi yana isbotga erishadi. Men yaqinda yana mushundaq numussiz bir yo'llanmani ko'rdim. Yo'llovchi men xeli burundan biladigan siyosiy jihatdan chatqiba degili bo'lmaydigan, o'zimni xeli bilarman, domilla unvoni bo'lmasimi, domillidan kam emas, dindor bir yigit bo'lib, hukumat sonini 9 ga chiqaribdi. Nereden topding shularni deb yuziga tukirgidekla. Bu yerda milliy xususiyat, diniy vajibni besib ketayotgani, tuhmatning taqvodorligiga rab kelmaydiganligini o'ylab ko'ray demagan. Mana shundaq zaharni tiqvasizlar, go'yo uning murodi hosil bo'ladi. Shuni ko'rib yetdimki, hozir xalqaro sahnalarda ovoz chiqarayotgan birdan-bir organ surgunda hukumat bo'lib qolganligini ko'rib turibmi, yanala buni g'ururiga singdira olmayotgandek. Hukumatni tamoman yo'qotib yoki palas qilib, ondan xotirjam bo'lgandek turdi. Mana bu Uyg'urlik. Xitoyning qarsini ko'rmay, o'z-o'zimiz paydo qilgan to'solg'inlar ichida ojizlab tugaydiganligimizga ko'zim yetdi. Xotin qizlarimiz haqida bekmi yomon fikrdiman, yoshirmayman. Ayollarimizda qilchilikning g'urur, o'zini qadrlash tuyg'usi yo'q. Tarixga qarasaqmi shu, odamning nomusikagidek hikoyalar bor. Bugunmi shu, Xitoylar bilan to'y qilishga qarshi tirajiganlar uqulmidi. Bundaq desam, balkim erlar tirajidimi, qizini almoqchi bo'lgan Xitoyni o'ltirishga uringan ota, aka yoki ina haqida uquldimi deb so'ralishi mumkin. Bumi yana bir nomus qilarlik taraf albatta. Bu xil noz kirashni turidagi qarshilikdan boshqa biror tilga og'idek voqea chiqmadi. Bir necha voqea chiqqan bo'lsa-da, albatta Xitoyda qo'rqinchoq bir millat Uyg'ur qizlarini elishga petina olmas edi. Chet ellarda taqlidiy shaklda o'zini qadrlashni bilgandek qildi, biroq bu ta'tir o'rganib olish tusida bo'ldi. Erlarga bo'lishcha yo'g'onlik qilib olish, deginiga ma'qul keltirish, hatto ching'iga chiqqanda erlarni sulutib qo'yib, nochiligini ko'rsatish turdi. Ammo Xitoyga qarshi hech narsa ko'rilmadi. Bizning eng oson el bo'ladigan, eng oson aynib ketadigan ojiz xalqimiz ayollarimizdir. Bu balkim tariximiz bo'yicha an'analarimizga ayollarga bo'lgan qarshimizning xatosidan bizga yongan natija bo'lishi mumkin. Ya'ni ayollarga e'tibor qilinmaganligi, odam qatorida ko'rilmaganligi, erning quli hisobidagi muomala. Jamiyatda hech o'rnining bo'lmasligidan shakllangan g'urursizlik.
e'tibor birisi bo'lsalar shuningga xotin bo'lib o'tish. O'z tanlashini o'tirg'a qo'yishga odatlanmaganlikdan faqat bariga shukr deb qanoat keltirish. Jamiyatda hech o'rnining bo'lmasligidan shakllangan g'urursizlik. E'tibor birisi bo'lsalar shuningga xotin bo'lib o'tish. O'z tanlashini o'tirg'a qo'yishga odatlanmaganlikdan faqat bariga shukr deb qanoat keltirish. Bo'ysunish keltirib chiqargan oqibat bo'lsa kerak. Boshqa millatlarda jaloblardimi o'zini qadrlash tuyg'usi bo'lganligini bayqaymiz. Shularga ma'lum darajada hurmatkor muomala qilmasangiz ko'radiganingiz bor. Shunga ular vatan millatiga bir ish bo'lganda o'z yo'lida bu kurashga qatnashadi, fidokor bo'ladi, qurbon beradi. Ammo bizning xotin qizlarimizdan faqatla taslimchilikni ko'ramiz. Oxirgi chog'larda chet eldagi siyosiy kurashdimi ayollardagi passivlikning roli tufayli erlarning palach bo'ladiganligini, siyosiy tanlashlarni xotinining ra'yi bo'yicha qayta tahrirlashlarni ko'p uchratdik. Ayollarning vatan ziyorati qilish istagi eng kuchli bo'lib, erlariga besim qilayotganliklari sir emas. Ularning o'ylaydigani ulug'vor g'oyalar, buyuk nishonlar emasligini shuningdan ko'ramiz. Gerçi chet ellarda ko'zi ichilib, ko'p ishlarni tushunib ketganda qilsimi, yana shu onam aytgan boyqi turdagi ayollikning iznalarini bayqaymiz. U vatanga qaytib, o'zining burunqi savoqlashlash va do'sti raqiblari oldida bir ko'rinish berib olishga hammani tegishadigan zidipas xiyolda bo'layotganlarmi sir emas. Uning tushunganda qilgan oldimi yanala vatan millat mustaqillik, erkinlik degandeklar bilan munosabati yo'qligini, uning tushungan va g'arb madaniyatida ilgirlashlari yanala Uyg'ur ayollarcha taraqqiyotlar ishkanligini, milliy g'urur, vatan tuyg'usi bilan aloqasizligini sezamiz. Ya'ni yanala an'anaviy ayollarimizdan farqi bo'lmagan yangi tur. Chet eldagi ayollar ichida ozgina mustasnolar xorij xitoyparastlikning umumiyligi kishini hayron qoldirdi. Erkin dunyoda turibmi Xitoylar bilan to'y qilganlarni uqdik. Dasturxonchilikda hammani qurbon qilish xarakteri aslida ayollardan manbalanganligimi bilinib turdi. Dasqan bo'lsa bo'ladi. Dasqanchilikning keng bo'lishi dasqandashlarning soniga o'ng tanasib bo'lg'achqa kimlik surishtirmasdan aralashishni keltirib chiqardi. Shuning bilan Xitoyparastlar, avtonomiyachilar vatanga berib keladiganlar bilanmi poqa bo'lmaqa aralash degan pardada aralashish, erlarni uningga majburlab g'urursizlashtirish, matini qo'ymaslik umumiydir. Shunisi hayron qolarliqki, bu ayol jinsi boshqa birining yundisiga shuncha amroq bo'lamdi. Xalqning dasqindagi shuncha tatliq bo'lamdi. G'arb dunyosidagi hech kim muhtoj emas bo'lsa-mu, o'zining uyida bo'lmagan bir nima bo'lmagandikin, xalqning dasturxonlariga buncha yirisman bo'lmasa o'lamdi. Tushunib bo'lmaydi. Asli yaratilish xususiyatidan aytgandimi, ayollar cho'k-cho'k bo'ladi deyiladi. Uni buni o'xshamagan turlarni tetib beqishga bo'lgan yirismanlikka tug'ma bo'ladi deyiladi. Lekin shuningga tizgin sololmaydi. Hech bo'lmasa siyosiy mavzu bois bo'lganda. Ayollar mavzusidagi ayblashlarning orqasida albatta erlarning mosbaynakligi texmo muhim bir omil bo'lishi cho'qim. Eslaydigan bo'lsak, koni zamonlarda Xitoy amaldorlarining yurtimizda faqatla jinsiy bo'shinish maqsadli Uyg'ur ayollarini xotin qilishi qandoq mumkin bo'ldi? Dinimiz buningga yo'l qo'ymaydigan tursa, nada qolgan edi bu e'tiqod? Milliy kulturimiz Xitoylarni odam hisoblamaydigan darajada o'chmanlikka to'lgan tursa, nada qolgandi u g'urur? Shu amaldor Xitoy bugungidek to'y qilmaydi. Bir hayot yo'ldoshi, oila o'rtog'i sifatida to'y qilmaydi. Buni shuningdan ochiq ko'ra olamizki, amaldorlar almashqanda yoki yurtiga qaytishga to'g'ri kelganda, haliqi Uyg'ur ayolni o'rniga kelgan yangi Xitoy amaldorga setib etib ketadi. Agar birga yashagan zamonlarda balasi bo'lib qolgan bo'lsa, bu bola qiz bo'lsa, uni setib etib ketadi. O'g'il bo'lgan bo'lsa, elib ketadi. Qaniki bu izzat tuyg'usi, qaniki bu g'urur. Shu ayolning qarindoshlari yo'qmidi? Hech bo'lmaganda dadisi yo'qmidi? Qandaqsiga bu Xitoy uchun jinsiy ehtiyojini qamdaydigan mashina rolini olishga rozi bo'ldi? Erlar o'lganmidi? Bizda Xitoylarda kambag'alchilikda qizini ochiqib sotadigan odat yo'qdi bo'lmasa. Albatta, bular oxirgi hisobda erlarning jinoyati bo'lib chiqadi. Ayollarni faqat xotin bo'lishdan boshqa roli yo'qligiga ishontirgan va shuningga ko'niktirgan erlar edi. Shunga bir Xitoyga o'xshashlar rolini o'tagan edi. Setayotgandan keyingisigami o'xshashlar o'z rolini o'tagan edi. Malmiman, nimxo'rlik bu deyish aqlning burchikidanmi kechmagan. Chunki bu asrlardan beri faqat xotin bo'lishga ko'ndirilgan edi.
Milletimizde görülayotgan balaliq, egiz vatanparvarligi, qurban berish ro'yining bo'lmasligi qatorliq barliq illatga to'lgan bugunimiz ana shundaq onalardan tug'ilib, ana shundaq onalar tarafidan beqilayotganligimizda ekanligini aytishimiz mumkin. Ayollar buzilsa, butun millat buziladi degan hikmat shuningdan bo'lsa kerak. Torlarda, to'plarda ko'tarilgan hayajon, vatanparvarlik cho'qonlari tamoman hissiy ifodalar bo'lib, haqiqatanmi biror amaliy harakat uchun chaqirilsa, odam topqili bo'lmaydiganligi amaliyatimdan o'tdi. Bir qatimmi emas, hech qanday bir ishimizda qoida tartib, sistem, qattiq prinsip yo'q. Kichikkina ish qamlashtirganlar o'zini xanchaqlab qelish, buning bilan o'z oldiga qaror chiqarishga boshlash umumiy bir illat. Mana bu hissiy fikr qilish odatidan kelib chiqqan natijadir. Chunki vatanni mustaqil qilish, Xitoydek zo'r bir balo qizaning qo'lidan qutuldirish ishini oddiy chaqlab qilish, go'yo ashu aqli bilan, ashu saviya bilan qilg'ili bo'ladigandek chaqlab qilish nimadan bo'ladi? Albatta hissiylikdan, bolalikdan. Ziyoda ko'zimiz kichikligini bayqadim. Anchaki ishlardan ko'ktoshqa minishmi umumiy. Har bir Uyg'urning birdan vangshujilikmi ajoyib. Qo'lidan hech ish kelmaydigan turibmi ot tortolmag'idek holi bor. Mana shu holi ularni darhol dushmanga aylantirib qo'ya oladi. Ya'ni misol uchun bir yosh bor, ma'lum bir tashakkulga qaytildi desak, uning qaytilishi shu tashakkulga hech qanday qozonch baxsh etmaydi. Chunki u biror kasbning ahli emas. Qo'lidan ma'lum bir xil ish chiqadigan turdan emas. Faqat grafida bir katakchi to'ldiradigan ismdan iborat. Bir kunlari u o'ziga katta kishilarga qilinadigan muomala qilinmaganlik uchun qaydab qoladi-da, tashakkuldan chiqib ketganligini tantana bilan jakolaydi. Garchi uning chiqib ketishi hech nimaga ziyon qilmaydigan bo'lsa-mu, go'yo o'zini bu topda bek muhim o'rindagi odamdek chiqib ketish bilan ularni jazolagandek bir xilova astirayotgani ko'riladi. Endi u shu achchig'ida qarshi qutubga o'tadi, dushmanga aylanadi. Mushundaq bir xalqimiz. Xitoylar qilayotgan sho'nislik ichida qaysi tur xo'rliq yo'q. Bularning hammasiga chidaydigan bo'lsa-mu, o'z tarafidan o'zi kutgan hurmatga erisha olmasa, g'ururi ko'tarilmaydi. Inqilobiy prinsipi bo'lmaydi. Kishilik munosabatlar, vatanparvarlik inqilobiy prinsipni asos qilgan holda shakllanmaydi. Dal aksicha, siyosiy yo'l tanlashlar kishilik munosabatlarni asos qilgan holda bo'ladi. Shunga prinsipchan bo'la oladiganlar yetim qoladi. Hatto shuni deyishimiz kerakki, bunday prinsipchanlik umumiy ijtimoiy to'pimizning prinsipsizligi tufaylidan besimga uchrayverish natijasida barbara rangsizlashish, qirlari puchulishish, shakli o'zgarib ketish, oxirida umumiy klimatga uyg'unlashib, yo'qolish qismatiga mahkumdir. Bir qaraysizki, og'zida sha soladi, shunda g'ururliq inqilobchi bo'lib ko'rinadi. Siz bilan bir yo'lda. Sizda biror ish uningga yoqmaydigan, qildan qiriq bir ish o'sila, sizdan nafratlanish bilan qolmay, siz bilan bir yo'lda bo'lib qolmaslik uchun siyosiy tanlashlarni o'zgartirdi. Hatto ashunchalik bir ish uchun hammadan voz kechib, bo'ldi qilib, singan ninini yeydigan tinch puhrog'ima aylanishi mumkin. Mana bu bechora millatning cho'ng bo'lmaganligining belgisi. Men o'ylayman, agar Hamzani o'ltirgan vahshiy Uyg'ur bo'lgan bo'lsa, Rasulullohning oldiga kirganda Rasululloh uning Hamzani o'ltirgan kishi ekanligini o'qib, ikkinchi ko'zimga ko'rinma deganida cho'qim achchig'ida qaytadan mushrik bo'lib Rasulullohga qarshi turgan bo'ladi. Bizdagi qaydash psixikasi mana shundoq. Eng qo'rqinchlisi tavakkulchilik ro'yi tamoman o'lgan. Biror ishga tavakkul qilish talvilki faqatla yo'q. Tavakkulchilik ro'yi degan nima? Bexatarlik haqida hech qanday kafolat bo'lmagan ahvolda oqibatni o'ylab o'ltirmay niyat qilingan ishga jur'at qilish demakdir. Bexatarlik haqida kafolat talab qilish degandek ifodalar tavakkulchilik ro'yi yo'qligidan bo'ladi. Ishdan burun ming turlik o'ylab, ming turlik o'lchab, ishdan keyin qandoq bo'lishi, qandoq natija chiqishi, o'ziga bo'ladigan xavflar, oqibatlar haqida bek ko'p boshqa turadigan bo'g'achqa tavakkul qila olmaydi. Mana shu ruhning yo'qligi qurban berish ro'yining bo'lmasligidan ko'riladi yoki oldinqisi keyingisini keltirib chiqaradi. Masalan, g'arb dunyosida yashaydigan turibmi, oldi bilan o'ylashadigan o'zining bexatarligi. Deylikki, biror munofiqning ba'zi ishlariga guvoh bo'lib qolgan bo'lsa, buni pash qilishdan qo'rqadi. Mana shunday qilib, bir munofiqni qo'g'dayotganligini his qilmaydi yoki bilib turib buningga rozi bo'ladi. Chunki o'zining omonligi oldingi shart bo'lg'achqa, shunday qilishga majbur bo'lganligi bahonasi bilan o'z vijdonini aldaydi. Aslida bunday keppari kepak munofiqlarni pash qilish bilan uning joniga xavf yetishi %100 notayin bo'lsa-mu, qo'rqinchoqlik mana shu darajada.
Мен bundaq sir bilgichi bo'lib ko'ringan, ammo sirni oshkorlash haqidagi taklifimga qarata o'zining amonligi masalasini qarshi qo'yib olib, pash qilishga uringanlardan bevosita 3 kishiga uchrashdim. Biri hala biror ish qilish niyati bordek ko'rindiganlar, yana biri allaqachon singan nonni yeyish mavqasiga tushib bo'lganlar. Hala biror ish bo'lsa qiladiganligi haqida niyat ifodalaydiganlar bilan so'zlashganimda ish bo'lsa qilamiz deyishdi. Men ish ko'rsam, ular oilam qandoq bo'ladi, ularga kim qaraydi deb so'rashdi. Mana bu tavakkulchilik ro'yining o'lganligidir. Tavakkulchi oqibat haqida hech o'ylamay ishga tegish demakdir. Avninkidek so'rg'ili turdimi, uning ishga jur'at qila olmaydiganligining belgisidir. Ya'ni ko'ngliga oqibat haqida turli qiynag'uchi savollar kechishga boshlagan bir kishi hech qachon tavakkulchilik qila olmaydi. Mushtirning ishidagi ba'zilar bo'lsa, men taklif qilgan ishni anglab tatirib ketdi. Ya'ni bu ishdan shunchalik qo'rqdiki, qila olmaydiganligi darhol ma'lum bo'ldi. Mushtir ishidagi yana boshqa bir tarmoq turdikilar meni ahmoq chog'ladi, balkim. Bu vazifani darhol qabul qilish ifodasini bildirdi. Ammo dediki, bu vazifani o'rindash uchun nurg'un vaqt kuzatish, fursat kutish natijalariga asosan ijro planini tuzib chiqish jarayonlari kerak. Kuzatish balkim doimla piyoda bo'lmaydi, mashina ishlatishga to'g'ri kelishi mumkin. Shunga buningga xeli ko'p pul ketadi, ya'ni bir seg'nikala yaratib olib, seg'ib ichish plani. Nima qilyapsan deb so'rsa, kuzatyapman. Az qoldi deb davomli pul undirish plani edi. İkinci cho'ng tur singan nonni yeyish qaroriga kelib bo'lganlar turidikilar. Ularni qochib chiqish jarayonini yezishni, buning muhimligi, Xitoyning istixborot o'yinlarini buzishga foydali ekanligi, zaruriyat ekanligi haqida og'zim qurib ketgicha kopshidim. Yezishga va'da qilganlar bo'ldi, lekin oxirgi hisobda Uyg'urcha oxirlashdi. Ya jimmidi yo'qoldi, hech qayta javob bergili unmadi. Ya o'zining amonligi masalasini bahona qildi. Mana shunday qilib yana dushmanning sirini saqlash vazifasini o'rinlagan bo'ldi. Bularning Turkiyada bo'lganlarning amonlik masalasidagi andishalari ishonarlikdek qilsa-mu, amaliyotda bu bek puttirab tura olmaydi. Chunki yezib qo'ysa, uning ismi bilan e'lon qilinmasa-mu, keyin bir uyg'un sharoit tug'ilganda e'lon qilinsa-mu bo'ladi-ku. Bulardan biri qochib chiqqanlardan biri ekan. Hatto Turkiyadagi tashkilotlar haqida biladigan sirlardan-mu bishorat bergan bo'ldi. Yezing deganimga hatto yezib qo'ydim debmi javob berdi. Menga avatdi. Varaqlar bo'yicha diniy tabligh. Qani eli qisirlar deganimga dediki, u yerlarni bolalarim yirtib o'ynab tashlab yutibdi. Bu tozimi bir qiziqish bo'pti. Esimni qilishcha, Makkada shundoq bir kelishim qilishgan va buni Kabening temiga asqan bir ish bo'ladigan. Keyin qarsa to'xtamning beshidagi bismillah degan qurdan boshqa jimi mazmunni qurtib o'qig'ili bo'lmas qilayotgan bir ish. Mana shuning hozirgi zamon nusxasi yuz bergan. Bolalari boshdagi tabliq qismini yirtmay, dal kerakli yerini yirtib o'tgan. Ammo bu kishi menga o'zini o'qimagan, to'liqsizni chalib bitirgan deb tunishtirgan edi. Shuning uchunmi tabliq qilish uningga tushmaydi. Shuncha ko'p damullalarimiz bo'lgandikin deb o'ylagan edim. 5-yil Urumchi qatliami haqidagi sonsiz chaqiriqlarimga javob berganlar bek oz bo'ldi. Javob berganlar ko'pincha ikkilamchi guvohchilar bo'lib, eng muhim nuqtada turgan muhim guvohchilar bularni yezishdan tamoman o'zini qochirdi. Bularning hammasi bu millatning ozodlik orzusining dushmanga bo'lgan nafratining saxtaligini dalillaydi. Hala hissiylik ichida yashayotganligi, hech narsa haqida aqliylik bilan o'ylamaydiganligi, o'zining jini haqidagidan boshqa aqliylik bilan fikr qilmaydiganligini ko'rib yetdim. G'urur yo'q, milliy g'urur aslo yo'q. Kişilik g'ururmi yo'q? G'urur uchun jinini doğ'itgan biror misolni ko'rmaymiz. Hamma xo'rliqni ichiga yutish, hammaga chidash, yashash uchun dafsanda bo'lish umumlashgan g'urur deyilgan bir narsaning nimaligini tushunganlarmi bek oz bo'lib, g'urur ular uchunmi o'zaro boshqa bir Uyg'ur bilan orasidagi yo'g'onlikdan iborat. Hissiylik bilan fikr qilishning umumiyligi haqida tafsiliyroq to'xtalishga tegishli muhim taraf. Chunki hissiylik bilan fikr qilish shunchalik umumiyki, buni sezadigan odamlar yo'q desimi bo'ladi. Xili aqlli hisoblanadiganlar, bilarman hisoblanadiganlarmi o'zi da'vatgan gapning qanchalik reallikqa aloqasi borligini bilmaydiganligi kishini hayron qoldirdi. Masalan, nurg'un odamlar menga shunday savollarni qo'yib, o'zicha meni xalta ko'chaga qavab, Alloh taolani chiqarib etmoqchidek qistaydi. Quruq gap bilan vatan ozod bo'lamdi. Bo'lmaydi. Unda bo'lsa nemishqa unumli ishlarni qilmaymiz. Qilayli, sizdan nemish qilsak bo'ladi? Qurolli qo'shin tashkillash kerak, istixborot qurish kerak.
Bununğa qo'shilman, shunday qilish kerak. Ammo buni qanday qilamiz? Mana shunday deysizlar emasmi? Fikr beringlar deydi ekansizlar. Fikr bersa, anda deysizlar emasmi? Men qilmaslik kerak demadim. Qanday qilamiz? Shuning yo'li qanday? Ya'ni birinchi qadamda nima qilamiz? Ikkinchi qadamda-chi. Bularga deydigani yo'q. U o'zicha hech kim bayqamagan bir muhim kashfiyotni o'tirg'a qo'ygandek o'tirg'a qo'yayotgan cho'ng gaplar. Hammamiz biladigan gaplar. Lekin shuni qanday ishga oshiramiz? Qadam bosqichlari qanday bo'ladi? Buningga javob bera oladiganlar yo'q. Chunki hech kim aqliylik bilan masala o'ylamaydi. Men qurolli qo'shin yoki qurolli inqilob haqida eng oz 2 videoda so'zladim. Aqllarni g'idiqlashga, mantiqliq o'ylashga yetaklab beqishga urindim. Ammo hech kimning fikri g'idiqlanmadi. Balkim tushunmagan bo'lishi mumkin. Chunki shu videolardan keyinmi davomli holda atom davrida yog'och velosiped kashf qilish turidagi ulug'vor taklif qurolli qo'shin qurish yoki qurolli inqilob lablari to'xtamay qolmay, texi bevosita menga nishonli holda do'qoslatib savol qo'yuvchilarning oyog'i uzilmadi. Shuningdan qaraganda bular u videolarni ko'rmadi yoki aql bilan tushunib boqay, tasavvurda sinab qilib boqay demadi. Savollash orqali fikr tavlashni tavsiya qildim necha qitim. Qurolli qo'shin tasavvurini doimo yangidan topgandek o'tirg'a qo'yayotgan bu kashfiyot birlari shu tashabbusni so'roqlab boqmadi. Qanday quramiz? Iqtisod qayerdan keladi? Bu qo'shin qaysi davlatda qaror topadi? Shu davlat buningga yo'l qo'yamdi? Ular o'z-o'zidan so'rasalar javobi chiqadigan bo'lishiga qaramay, hala kashfiyotchilik. Go'yo hech kim aqlga keltirmagan bir ishni aqlga keltirgandeklar o'tirg'a qo'yilish davom qilmoqda. Cho'ng bo'lmaganlik. Bundan boshqa yana bir forma. Birlashish kerak. Ittifoqlashmasak bo'lmaydi. Qachongacha ittifoqlashmaymiz? deb so'raydi do'qoslatib. Bo'ladi, birlashish kerak, ittifoqlashish kerak. U kerak, bu kerak, kerak. Ammo qanday? Buningga javob bera oladiganlar, ya'ni darhol yo'lga qo'yishga bo'ladigan chora usul ko'rsatadiganlar bormi? Yo'q. Chunki aql bilan o'ylab fikr qilish bo'lmagan ekan, shu andala yo'lga qo'yg'ili bo'ladigan biror usulni topa oladigan odammi yo'q. Bir chora hukumatga ichki ziddiyat shundoq keskinlashdiki, ikki guruhdan biri yo'qolishi, biri qilishi kerak bo'ldi. 2019-yilning boshlarida Amerikada yig'in ochib, bu masalani bartaraf qiladigan bo'ldik. Qanday hal qilish to'g'risida chora tadbir so'radim. Bo'lmasa men oxirgi hal qilish chorasini o'tirg'a qo'yman dedim. Undaq qilish kerak, bundaq qilish kerak deyildi. Bularning hech biri chora emas, tadbir emas, plan emas edi. Bularning hammasi shundoq bo'lsin degan orzu edi. Buni anqirayotgan odam yo'q edi. Bir kimda bilarmanlarimizdan biri tulumdan to'qmoq chiqqandeklar, mening bir planim bor deb qoldi. Xo'sh, planini deb baq deyishdi. 100 ittifoqlash orqali hal qilishga bo'ladi, dedi. U. Buni nari yangliq, nari darhol yo'lga qo'ysa unumga erishgili bo'ladigan chora. Buni mushunda bilarmanlarmi real o'ylamaydiganligi meni hayron qoldirgan edi. Hatto cho'chitgan edi desam bo'ladi. Bu plan emas, orzu, dedim men bu janobning aqlini g'idiqlab o'yg'itishga tirishib. Lekin u o'zining nihoyatda muhim bir chorani o'tirg'a qo'yganligini, ammo bizning xususan mening qabul qilg'ili unmaydiganligimizda ching turdi. 100 ittifoqlashishga kim qarshi? Hech kim. Lekin amaliyotda buni amalga oshirg'ili bo'lmaydi. Reallik bilan aloqasi yo'q, quruq gap. Oxirda mening darhol unum bergan oxirgi choramni o'tirg'a qo'yishimga to'g'ri keldi. Ikkimizdan birini tanlanglar, yo men turay, Ismoilni chiqarib o'taylik. Yo Ismoilni tanlanglar, men chiqib ketay. Chunki ikkimiz vakillik qilayotgan ikki guruh qanday ittifoqlasha oladi? Kim buni ishga oshira oladi? Ham xayollarga o'rin yo'q. Oxiri Ismoil chiqarildi. Masala hal bo'ldi. Demak, hissiy fikr qilish odatimiz tufaylidan plan bilan orzuni ayriya olmaydi ekanmiz. Bunisimi cho'ng bo'lmaganligimizning bir belgisi. Tariximizda bir oppoq xo'ja bor edi. Ichki ziddiyatga g'olib kelish uchun tashqaridan dushmanni boshlab kelganligi bilan dangliq. Bugun potensial oppoq xo'jalar bekmi ko'p. Shug'insi ularga oppoq xo'janigidek fursat kelmayotganligi uchunlar yana oppoq xo'jalar bo'lib ko'rinmayotdi, xolos. Oppoq xo'janing qilganining o'xshash turini qiladigan Uyg'urning haddi hisobi yo'q. Ya'ni shaxsiy o'chmanligi, o'g'imi qisosini elish rismanligiga berilib, umumiy milliy manfaatga qanchalik ziyon bo'lishi bilan hisoblashmaydiganlar turmushimizda uchrabla turadi. Bu maychi jihatdan oppoq xo'janing qilgani bilan o'xshash bo'lib, o'xshamaydigan yeri faqat hajmi, ya'ni kichikiltirilgan nusxadagi oppoq xo'jalik.
Torlardagi cho'ng gaplar, tashkilotlar va tashakkürlarning qilib yurgan da'volari menga barbara kichik bolalar uy tutib o'ynaydigandek tuyulishga boshladi. Reallikning o'zidan chiqib o'ylaydigan bo'lsak, haqiqatanmi qilinayotgan hech qanday ish yo'q. Kelgusi uchun selinayotgan ulmi yo'q. Butunlay quruq gaplar, uy tutib o'ynash turidagi faoliyatlardan iborat. Bu cho'ng bo'lmagan millatni tarbiyalashning imkoni yo'q. Chunki hammasi bilarman. Ba'zi bilarmanlar dunyoda, xususan Yevropada bosh ko'targan millatchilik to'lqinining inqilob harakatlari yangi davlatlarning tug'ilishi uchun harakatlantirgich bo'lganligini kitoblardan o'qiblar, taqlidan Uyg'urlarning ikki jumhuriyat davridagi inqilob harakatlarini xuddi shu qalbda izohlash urinishida bo'lishdi. Men bundaq izohlashga qat'iy qo'shilmayman. Ikki qatimliq jumhuriyat davridagi inqilob harakatlarida diniy e'tiqod harakatlantirgich bo'ldi. Yaxshiki dushmanlarimiz bilan diniy farqimizning bo'lg'ini. Agar faqatla milliy farqli bo'lgan bo'lsa, bundaq harakatlarning bo'lishi notayin edi. Ikki qatimliq jumhuriyat davrini qo'yib turing. Da kunimizda aholimizning 50% millatchilik, vatanparvarlik hukmlaridan tamoman bexabar bo'lib, qolgan 30% aholimizda bu tuyg'ular bor bilan yo'qning orasida. 20% kishida bu tuyg'u 80-yillardan keyin paydo bo'ldi va shakllanishga boshladi. Bu nisbatlar vatan sirtidagi aholimiz uchunmi bek farqli emas. Ikkinchi dunyo urushi davri hikoya qilingan bir Xitoy filmi ko'rganimda, shu chog'dagi Xitoylarmi bizga o'xshab ketadiganligini bayqadim. Biri shundoq dedi: "Bizning ishlarimizning buncha barbod bo'lishi oqmasligi bilarmanlarning ko'pligidan." Bu gap menga yarab qoldi. Bu dal bizga tushadigan diagnoz. Dal bugunimizning to'g'ri ta'biri emasmi? Bilarmanlarning ko'p bo'lishi yaxshidek qiladigan bo'lsa-mu, bizdagidek bilarmanlarning foydasi yo'q. Haqiqiy kasb ahli yo'q, ammo har toshning tagidan chiqib keladigan bilarmanlik. Buningda әгеш kuchi yo'q. Әгешtirguchilik ideyasi bilan to'lib tashqanligimiz mavzu boisidir. Rostini desam, energiyam tugadi. Nima qilarimni bilolmadim. Chunki tarbiyalay desa, bilarman tursa, rejini qabul qilg'ili unimasa, hatto paket bilanmi qarishidan voz kechtirgili bo'lmasa, yetaklanmasa, yana qandoq chora bordi? Bu tapinidan qarib qolgan bu vaqqa haqiqatanmi gap o'tmaydi. Reja quturamaysiz. 3-sinf darsligimizda oqqu biliq qisqichbaqa deydigan bir tamsil bo'ladigan. Kichikkina harvini biri ko'kka torsa, biri ko'lga, yana biri dengizga tortib, o'rnidan midiriltanmaydigan. Xuddi shundoq bir vaziyat ekanligimizni alam ichida ko'rib turibdiman. Uning uchunmi men bundaq bir bazlashib olgan xalqqa yaxshi gap o'tmaydi, majburiy chora bilanla ish qilg'ili bo'ladi deganni bir necha yerda takrorladim. Ammo bu gapimni ba'zilar chaqchaq deb tushundi, ba'zilar ta'ddi deb qaradi. Hech kim birdan-bir chora deb e'tirof qilmadi. Shug'inisi bu chorami bir cho'ng davlatning qo'llashi ostida ishga oshadi. Bo'lmasa tavakkulchilik ro'yi bo'lmagan ahvolda o'zimizning qo'lidan bu mukammaydi. 2024-yil 7-aprel